Xullas o'rtoqlar, endilikda siz chorvachilikni rivojlantirish uchun, mol, qo'y sotib olish uchun past foizlarda, ya'ni 10% stavkasida imtiyozli kreditlarni olishingiz mumkin bo'ladi. Mana shu joyda bitta savolga aniqlik kiritib ketaman. 10% bu juda ham past foiz. Bu real holat emas. Bu ishonish qiyin degan xayolda yurgan bo'lsangiz, o'rtoqlar, qaranglar. Bu prezidentning maxsus qarori doirasida bo'lganligi sababli banklarga maxsus jamg'armalar pul beradi. Ya'ni 6% dan beradi. Banklar o'zini foydasini, ya'ni marjasini, 4% foydasini qo'yib turib aholiga sotadi. Shuning uchun bu aynan maxsus qaror doirasida bo'lganligi sababli past foizlarda imtiyozli aholiga tarqatilishi rejalashtirilyapti. Ya'ni siz 10 yil muddatga yillik 10% stavkasi bilan 4 yil imtiyozli davr bilan imtiyozli chorva uchun kreditni olishingiz mumkin bo'ladi. Men obunachilarimdan so'radim. Bunga qiziquvchilar juda ham ko'p bo'lganligi sababli men to'liq video qo'llanma qilishga qaror qildim va mana shu video qo'llanmani muhokamasini Telegram kanalimda obunachilarim bilan birga maslahat qilyapman. Agar sizga mana shu kredit qiziq bo'lsa, Telegram kanalimga obuna bo'ling. To'liq va batafsil ma'lumot berganman. Telegram kanal havolasini esa profilim shapkasidan olishingiz mumkin bo'ladi va bu videoni chorvaga qiziqib yurgan do'stingizga yuborib qo'ysangiz albatta sizni duo qiladi.